Hammaga salom, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Challenge'imizni sizlarga taqdim qilishda davom etamiz. O'tgan darsda tushuntirgandim. Challenge boshlaganmiz, ya'ni nevrologiyaga oid kasalliklarni, eng ko'p uchraydigan kasalliklarni birin-ketin ikkita video darslik sifatida kanalimizga joylab boramiz deb. Demak, bugungi gaplashadigan mavzuyimiz, bugungi fokusimizni qaratadigan temamiz eng ko'p uchraydigan aholi o'rtasida juda ham ko'p uchrab turadigan xastalik yoki kasallik aynan lumbago, ya'ni lumbalgiyalar to'g'risida gaplashamiz bugun. Ya'ni bular nima? Belda to'satdan boshlanadigan og'riq, ya'ni bel og'rig'i bizda lumbalgiya deb nomlanadi. Xo'p, demak do'stlar, lumbalgiya o'zi aslida nima? Lumbalgiya bu bel sohasida to'satdan paydo bo'ladigan o'tkir og'riq bo'lib, odatda u mushak, bo'ylam yoki umurtqa sohasida mexanik yoki funksional buzilishlar bilan namoyon bo'ladi. Demak, to'satdan paydo bo'lar ekan, o'tkir og'riq bilan vujudga kelar ekan. Bu kasallik, bu xastaligimizda endi mushak, bo'ylam yoki umurtqa sohasidagi mexanik yoki funksional buzilishlar natijasida ro'y berishi kerak ekan. Bel sohamizdagi yoki mushak zararlanishi yoki bo'ylam zararlanishi yoki umurtqa pog'onamizda ma'lum bir o'zgarishlari sabab bo'lar ekan. Xalq orasida esa bu kasallikni nima deymiz? Belim ushlab qoldi, belimda sanchiq turib qoldi deya tasvirlanadigan kasallik hisoblanar ekan. Xo'p, demak, bu holatni ko'pincha og'ir yuk ko'targanda, o'sha bemorlarimizdan so'raganimizda og'ir yuk ko'targanda, noqulay harakatda yoki sovuq natijasida rivojlanishi mumkin ekan. Qisqacha umurtqalarimizni anatomiyasiga to'xtalamiz. Demak, vertebral lumbalis bu bel umurtqalari deyiladi. Bel umurtqalari 5 ta, L1, L5 sohasida joylashadi. Ya'ni ko'krak umurtqasidan do'mg'azi umurtqasigacha bo'lgan maydonni bel umurtqalarimiz egallaydi. Oldindan va yondan ko'rinishi. Demak, mana bu umurtqamiz hisoblanadi. Umurtqamizning tanasi va juft o'simtalari yon tomondan, bu esa bo'g'im o'simtalari va tomondan qaraganimizda processus spinoslar, o'tkir qirrali o'simtalari mavjud. Undan tashqari esa ravog'i va arkus va hokazo qo'shimcha tuzilmalari bor ekan. Asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsalar shu. Endi ularning orasida yon tomondan mana ko'rinadi. Qaraganimizda nima bor? Disklar joylashgan. Diskus intervertebralislar joylashadi. Aynan bundan keyingi gaplarda hozir gaplashamiz bu narsa haqida. Bu sohada joylashgan mushaklar zararlanishi mumkin yoki bu umurtqalarni birlashtirib turgan ligamentlar, ya'ni bo'ylamlarimiz zararlanishi mumkin ekan va ana shu umurtqa pog'onamizning ora sohasida joylashgan disklarni zararlanishi, ya'ni disk churralari hosil bo'ladigan bo'lsa, bel sohasida kuchli og'riqlar vujudga kelar ekan. Ya'ni bel og'riqlari nima bo'ladi? Vujudga kelar ekan. Tushunyapsiz do'stlar? Demak, davom etamiz. Kasallikning etiologiyasini asosiy omil sifatida mana tushuntirib o'tamiz. Muskuloskeletal sabablar. Bundan tashqari esa ortqa umurtqa kasalligi, ya'ni umurtqa pog'onasi kasalliklari va so'q yoki shamollashni misol qilib olamiz. Xo'p, demak, muskuloskeletal sabablar nimalar bo'lishi mumkin desa, bu bel mushaklarining spazmi yoki zo'riqishi. Bel mushaklarimiz birdaniga yuklanish ortib ketadigan bo'lsa, bel sohasida og'irlik markazi belimizga tushadi. Ya'ni yukni ko'targanimizda og'irlik gradiyenti, og'irlik markazi bel sohamizga to'g'ri keladi. Ana shu sababli bel umurtqalarimizning tanasi ham yuqoriroq qolgan umurtqalarga nisbatan. Demak, o'sha sohada joylashgan mushaklarni spazmi yoki uni ko'p ishlagani natijasida zo'riqishi sabab bo'lar ekan va bel umurtqalari, lumbal disklar degeneratsiyasi. Aytib o'tdik, umurtqa pog'onasini o'rtasida mana bunday shaklda disk joylashgan. Diskning o'rtasida esa pulpozusi joylashadi. Laqildoq, dirildoq moddasi bor. Mana shu shikastlanadigan bo'lsa, mana bu dirildoq modda bunday chetki qismiga bunday oqib chiqishi natijasida bu yon tomonidan o'tgan nima bor? Nervlar bor, orqamiya nervlari bo'ladi. Aynan ana shu nervlarni siqishi natijasida bizda bel sohamizda og'riq kuchayar ekan sizlar. Keyingisi esa orqa bo'ylamlarning cho'zilishi. Umurtqa pog'onamizning rostlovchi mushaklar, undan tashqari esa suyakka birikkan bo'ylamlar bor. Juda ham ko'p bo'ylamlar joylashadi.
ligamentum supraspinalislar, intraspinalislari ana shunday undan tashqari ichki ligamentum longitudinalislar oldingi tanasini oldingi va ichki sohalarida joylashgan bo'ylamlarimiz bor. Ayni ana shu bo'ylamlar cho'zilishi natijasida og'riq kuchayishi mumkin ekan va orqa mushaklarning gipotoniyasi yoki holsizligi natijasida bizning bel sohamizda og'riqlar rivojlanishi mumkin ekan. Orqa umurtqa kasalliklari, umurtqa pog'onasidagi o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, bu umurtqalarimizda osteoxondrozini misol qilib olishimiz mumkin. Va umurtqa diskining churrasi, disk churralari hozir aytib tushuntirib o'tganimdek disk churralari misol bo'lishligi mumkin ekan. Va esa bo'g'imlarimizdagi artrozlar, ya'ni umurtqa pog'onasini ham nima deydi? Zigopofizialislari bor. Ya'ni bir-biri bilan umurtqalarimiz bo'g'im hosil qilib birikan, ayni ana shu yerdagi bo'g'imlarning o'zgarishlari, ayrim turlarda misol uchun autoimmun kasalliklar bor, Bexter kasalliklari, Shagren kasalliklari bor. Aynan umurtqa pog'onasini ko'plab zararlaydi. Aynan mana shu kasalliklarni misol qilib olsak bo'ladi. Va spondilozlar umurtqa pog'onasini kasalliklari aynan bel og'rig'iga olib kelar ekan. So'q yoki shamollash. Bu endi sovuqda qolish, shamollash bel mushaklarini reflektiv spazm, ya'ni konditsionerda qoladigan bo'lsa yog'ida shamollab qoladigan bo'lsa, miyozit bo'ladi. Bel sohasida joylashgan mushaklar yallig'lanadigan bo'lsa, o'sha sohada nima bo'ladi? Radiatsiya bo'lib, kuchli og'riq kuzatilar ekan. Kasalligimizni endi nimasi? Patogeneziga to'xtalamiz. Patogenezda ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, noqulay harakat yoki og'riq ko'tarish natijasida bu nima degani? Bunda endi orqa mushaklar yoki bo'ylamlari cho'ziladi. Birdaniga noqulay harakat qaltis harakat qiladigan bo'lsa yoki qaltis harakat natijasida travma bo'lishi mumkin yoki og'riq ko'taradigan bo'lsa, mushaklar birdaniga nima bo'ladi? Zo'r berib ishlash natijasida cho'zilib qolar ekan. Keyingi patogenezda ko'rishimiz mumkin, mushak spazmi rivojlanadi. Ya'ni og'riq ko'tardi, mushaklar tortildi, mushagimiz spazm bo'lib qoladi. Spazmga uchrab qolib, bel ushab qoladi. Bu yerda endi nima bo'ladi? Qon aylanishi buziladi. Bu sohada qon aylanishi buziladi va og'riq kuchayishni boshlar ekan. Va undan keyin esa demak, mushak ishi cheklanganligi, o'sha sohadagi o'sha zararlangandan keyin mushak ishi cheklanadi, kuchli og'riq bo'ladi. Og'riq orqali harakat cheklanadi. Og'riq kuchayadi, harakatlana olmay qoladi, qimirla olmay qoladi. Bu himoya refleks hisoblanadi. Xo'p, demak, keyingi aytadiganimiz og'riq orqa umurtqa ildizlariga bosim berishi churra yoki shish tufayli kuchayishi mumkin. Ya'ni yuqorida tushuntirib o'tdim, disk churrasida o'sha o'rtasidagi dildiroq moda chetga chiqadi-da, ildizlarni ezishi mumkin. Mana shunday holat kuzatilsa, u ya'ni og'riqning kuchayishi, tarqalishiga olib kelar ekan. Kasallikning klinikasiga to'xtalamiz. Xo'p, demak, bu kasallikning klinikasida nima ko'ramiz? Belda kuchli og'riq, o'tkir og'riq bu boshlanar ekan. Demak, ko'pincha bir tomonlama yoki kamdan kam holatlarda ikki tomonlama rivojlanishligi mumkin. Ikkala tomonlama sanchiqlar ko'pincha buyrak sanchiqlari. Buni differensial diagnostikasida hozir gaplashib chiqamiz. Xo'p, demak, bir tomonda umurtqa pog'onasi o'rtada bo'ladigan bo'lsak, o'ng yoki chap tomonda bir tomonlama og'riqlar demak bemorimizda kuzatilar ekan. Demak, undan keyin esa ko'ramiz, og'riq harakat bilan kuchayadi. Ya'ni bemor harakatlanganda, egilganda, misol uchun o'tirganda yoki masalan shu umurtqa pog'onasini rostlovchi mushaklar ko'p harakat bajarganda og'riqimiz kuchayar ekan. Bemorda harakatsizlik, belni tik tuta olmaslik kuzatiladi. Undan keyin esa mushak spazmi, yuqorida gaplashdik. Bel mushaklari qattiqlashgan og'riqli holatda mushak spazmi yuz beradi va nerv ildizlari ta'sirlanganda hosil bo'ladi. Klinikasida nima desa bo'ladi? Disk churrasida o'sha nima deydi, orqa miyani nervlarini ezib qo'yishi natijasida bizda sonning orqa sohalari, oyoqning orqa sohalarida asosan og'riqlari kuchayadi. Spazm bo'ladi. Undan tashqari radikulyarning og'riqlari rivojlanar ekan. Nevrologik belgilar yoki yo'q yoki minimal holatda bo'lishligi mumkin. Differensial diagnostikasi. Biz uni endi diagnostika qo'yishimiz kerak. Aynan bizni nima deydi, umurtqa pog'onamiz yoki o'sha joydagi mushak yoki bo'ylam zararlandimi yo'qmi, boshqa kasallik emasmi? Aynan mana shu narsa bilan diagnostika qo'yar ekanmiz. Siatik isxiyazda og'riq soni orqa yuzasiga tarqalishi mumkin. Undan keyin esa orqa diskning churrasi, radikulyar simptomlar aniqroq bo'ladi, uyish refleksi yo'qoladi. Va bizda pielonefrit va buyrak tosh kasalliklari, bel sanchiqlariga olib kelishligi mumkin. Ma'lum bir kasalliklarda
aytaylik pankreatit kasalligida bu yerda berilmagan shu kasalliklarda aynan shu sohadagi og'riq radiatsiya beriladi, bel sohasida og'riq kuchaygandek bo'lib tuyuladi. A'zo boshqa joyda kechyapti patologiya, lekin bel sohasida kuchli og'riqlar kuzatilishligi mumkin. Aynan buyrak kasalliklari, buyrak tosh kasalliklarida, siydik yo'llaridagi tiqilishlarda toshlar ko'chadigan bo'lsa, og'riq kuchayadi. Aynan shu bel sohasida og'riq rivojlanar ekan. Kasallikni diagnostika qilishimiz, kasallikni diagnostikasida albatta anamnez yig'amiz. Birinchi navbatda bemorda o'sha og'riq qachon boshlandi, nimadan keyin boshlandi, yoki sizga bemor keladigan bo'lsa og'riq nima dorilar qilgani, aynan mana shu narsalarni ham nima qilish kerak ekan, to'liqroq holatda anamnez yig'adigan bo'lsa, qancha anamnez yaxshi yig'ilsa, birinchidan diagnoz qo'yish oson bo'ladi, ikkinchidan davolash ham osonroq bo'ladi. Og'riqning boshlanishi harakatga bog'liqmi, yo'qmi, qaysi paytda boshlanyapti, mana shu narsalar so'raladi. Bel mushaklari spazmi, harakat chegaralanib qoldimi, turib yotib qoldimi yoki nimada turib yuryaptimi? Mana shu narsalarni so'rar ekanmiz va nevrologik tekshiruvlarni o'tkazar ekanmiz va instrumental tekshiruvda bel sohasini rentgenografiya qilishligimiz mumkin. Rentgenda ko'rinishi mumkin. Osteoxondrozlar, spondilyoz shikastlanishini baholashimiz mumkin ekan. Bir xil turli o'zgarishlarni ko'rar ekanmiz. Va MRT tekshiruvida magnit rezonans tomografiya tekshiruvida biz bemordagi churralarni, orqali shikastlanish, ya'ni umurtqa pog'onasidagi degenerativ buzilishlarni, shikastlanishlarni, travma olgan bo'lsa, misol uchun yorug'lar, treshinalar, mana shular MRT tekshiruvida bizda bemorda aniqroq ko'rinadi. Biz diagnoz qo'yishimiz yana ham osonroq bo'ladi. Emigan, ya'ni mushaklarni innervatsiya qilinishi, buzilishi natijasida keladigan kasalliklar bor. Elektromiografiya, muskulografiya hisoblanadi bu. Aynan mana shunday ko'rishligimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, demak endi bunda davolash chorasi qanday bo'ladi? Davolash aytib o'tgan kasalliklarimiz hammasi har xil bo'ladi. Aytaylik, biz etiologiya sifatida sanab o'tdik yuqorida hozir. Spazm bel mushaklari, misol uchun spazmlarda unda infektsiyalar qo'llaniladi va vitamin guruhlari, B guruhiga kiradigan vitaminlardan foydalaniladi. B guruhida kiradigan vitaminlar shu nervlarni o'tkazuvchanligini yaxshilaydi va og'rig'ini yengillashtirib beradi. Og'riq qoldiruvchi vositalardan aytaylik, inyeksiya shaklida foydalanishligimiz mumkin yoki teri sathiga har xil krem yoki mazli shaklda gellar, misol uchun kupen gel, mana shunaqangi vositalardan, gartishlardan foydalanishligimiz mumkin bo'ladi. Disk churralarida bo'ladigan bo'lsa, biz aytyapmiz disk churralari rivojlanadi. Disk churralarida endi diskni necha millimetr yoki nanometrda turganligi, necha millimetrda turganligi, ya'ni 7 yoki 10 millimetrdan ortiqroq holatda bu disk churrasi aniqlanadigan bo'lsa tekshiruvda, ular esa xirurgik nima tanlaydi, talab qiladi. Bizda davo chorasi talab qiladi. Buni operatsiya yo'li orqali davolar ekanmiz. Xo'p, kasallikni davolashimiz asosiysi hammasi turida har xil uzoqroq vaqt talab qiladi. Ya'ni 7 yoki 14 kun lichenniya talab qiladi. Bu kasalliklarni bizdagi bu aytayotgan nimalarimizda licheniyasi aynan mana shunday bo'ladi. Xo'p, demak, bugungi gaplash challenge'imizda bugun ko'rib chiqqan mavzuyimiz lumbalgiyalar to'g'risida bo'ldi. Belda to'satdan boshlanadigan og'riq, bel sanchiqlari haqida gaplashdik. Umumiy tushunchalarni berishga harakat qildim. Hop, demak, ushbu manbalarimizni tayyorlab berayotgan Placenta jamoasi bo'ladi. Placenta.uz kanaliga va nevrologiya kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan bu challenge'imiz davomida inshaalloh yuzlab va 100 dan ortiq kasalliklar to'g'risida gaplashamiz. Aynan boshlanishida shu nevrologiya sohasidagi kasalliklarni ko'rib chiqamiz. Undan keyin esa qo'shimcha yondosh diagnostikasi uchun qo'shimcha kasalliklar haqida ham gaplashib chiqamiz. Hammaga rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sog' salomat